Assalomu alaykum, hurmatli bizni doim kuzatib boruvchi Ravat texnika qiziquvchilari. Yana sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimizda siz hali ishlatib ko'rmagan yangi qurilmadan biri, demak, RTS modul deyiladi, ya'ni DC1302 vaqt modeli ham deyiladi, ya'ni real time vaqt modeli. Haqiqiy vaqtni ko'rsatadigan modul yordamida haqiqiy vaqtlarni qanday qilib hisoblash mumkinligi haqida ushbu darsimizda, demak, RTS modul yordamida, demak, Pico'ni dasturidan, demak, Python dasturlash tilida Pico yordamida ishlatib ko'ramiz. Demak, darsimizni boshladik. Ushbu darsimizda kerak bo'ladigan qurilmalarni birinchi olaylik, keyin to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demak, birinchi oladigan ishimiz albatta buning dasturini tuzish uchun kompyuterimiz bo'lishi kerak. Raspberry Pi Pico yoki W qurilmasi bizga aynan modulimiz kerak. Bu modulimiz real time modul ham deyiladi. Ya'ni RTS modul DS1302 mikrosxemasiga asoslangan vaqt moduli kerak bo'ladi. Maket platasi, LCD display albatta driver bilan, ulash uchun simlar va konverter kerak bo'ladi. Xo'p. Endi bizga qisqachagina, demak, tushunarli qilib RTS moduli, ya'ni real time moduli ham deyiladi. Real vaqtni hisoblaydigan modul hisoblanadi. O'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, demak, bu asosan DC1302 mikrosxemasiga asoslangan, demak, modul hisoblanadi. Bu, demak, nimani hisoblaydi va qanday hisoblaydi degan savol tug'iladi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, 3 ta asosiy komponent mavjud. Birinchisi DC1302, demak, RTS modul, real time moduli, nimasi, mikrosxemasi va bu yerda uni, demak, mustaqil mabodo, demak, bizda svet o'chib qolishi mumkin kompyuterlarimizda yoki telefonlarimizda, shunga o'xshagan qurilmalarimizda svet o'chish yoki pitaniya uzilishi paytida buni doim vaqtni ishlab turishi uchun, ya'ni to'liq uzilmasdan vaqt hisoblash uchun alohida, demak, batareya qismi ham bor. Bu asosan kompyuterlarda, ofisda kompyuterlar juda ko'p foydalanadi bu time moduli. Demak, aynan, demak, batareya qismi uni qo'shimcha, demak, boshqa aloqa tizimi uzilganda ham, demak, protsessor, boshqa protsessor uzilgan taqdirda ham bu vaqtni o'zi mustaqil hisoblay boshlaydi. Va bizga alohida ishlatadigan eng asosiy qurilmamiz bu joyda, demak, kvarts, demak, bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu kvartsdan tashkil topgan moduli. Bu eng asosiy qismlardan biri hisoblanadi. Bu kvarts qism, shuning uchun biz asosan e'tibor bergan bo'lsangiz, bizga kvart soatlar deb yozilgan. Kvart soatlar degan mana bu eng asosiy element hisoblanadi. Bu kvartsdan, demak, tashkil topgan bu detalimiz asosan soniyani shu asosiy qismda, demak, soniyalarni hisoblaydigan asosiy detal hisoblanadi. Kvarts qumi ham deyiladi. Kvarts qumidan tashkil topgan. Bu qiziq tomoni, 1 soniyada 32768 marotaba tebranish hosil qiladi. Ya'ni bu degani 32.768 kilogerts bo'ladi. Ya'ni 32000 gertsga, 33000 ga yaqin gertsga, demak, tebranadi 1 soniyada. Aniq tebrangani uchun mana bu son, demak, 1 soniyada 32768 soniya tebranganligi uchun bu aniq 1 soniyaligini biladi. Demak, bunga impuls jo'natadi. Demak, 1 soniya bo'ldi. 32760 marta tebranganda 1 soniya bo'ldi. 1 soniya bo'ldi deb mustaqil o'zi bu joyda, demak, mikrosxemaga ma'lumot jo'natadi va bu mikrosxema buni 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga, 5 ga, 6 ga va hokazo qo'shib, demak, shuncha soniyani hisoblab beradi. Demak, batareya qismi zaryadlaydi buni, kvarts qumini, kvartsni detalini, undagi tebranishlar sonini hisoblab, demak, mikrosxema o'zi hisoblaydi. Uchala detal asosiy modul hisoblanadi. Demak, bu ishlash prinsipi xuddi shunday jarayonda amalga oshadi. Qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, va endi dasturlashda keyin har bir soniyani qanday hisoblashi, demak, u dasturiy qismiga bog'liq bo'ladi. Ana endi biz dasturiy qismidan oldin elektronika zanjirini yig'ib ishlatib ko'ramiz. Xo'p.
bizga kerakli qurilmalarimiz LCD displayimiz AXS moduli bilan Pico Raspberry Pi Pico W bizda bor, sizda esa W bo'lmasligi mumkin. Hozircha ishlatish mumkin buni ikkalasida. Va biz demak asosiy qismlardan biri bu joyda demak vaqt moduli. Endi vaqt moduli desak o'zbekchasiga to'g'ri keladi. Vaqt moduli demak DS1302 vaqt moduli, real vaqt moduli va konverter kerak bo'ladi. Va ulash uchun simlar paket platasidan foydalanamiz. Xo'p, demak birinchi qiladigan ishimiz demak eng qiyinidan boshlaylik. Bu albatta LCD displeydan. Sababi pinlar biroz ko'proq keyin vaqt modulidan ko'ra, chunki bu konverterga ulanadi. Xo'p, demak 4 ta simni olamiz. 4 ta simni olib demak bu joyda ground va VSS degan joyga qora va oq qismlarni pinlarni bog'laymiz. Keyin esa mana bu demak kulrang va binafsha rang, siyoh rangni demak DS ga va SKL ga demak bog'laymiz. Va bundan chiqayotgan simni demak groundni umumiy bitta minusga va bu yerda demak plusga beramiz. Xo'p, keyingi qismi bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, HV degan qismiga, HV1 birinchi qismiga yana modulni ulaymiz tepa tomonda. Konverterdan HV degan HV birinchisiga demak birinchi yuqori demak chastota signallarni hosil qiluvchi tomoniga demak SDA ni, ikkinchisiga esa bu joyda SDA, ikkinchisiga esa SKL ulangan, demak uni ulab bog'lab olamiz. Keyingi qismi bundan chiqayotgan demak modulimizdan konverterimizdan chiqayotganini demak HV emas, pastdagi LV1 ni endi olamiz. LV1 ni bu yerda demak bizga bog'langan ishi bo'yicha demak 6 va 7 pinga bog'langan. Demak 6 va 7 pinga bog'laymiz. Demak SDA 6 ga bu joyda 01 2 3 4 5 6 mana 6. Keyingisi esa 7 SKL. Mana bog'laymiz. Keyingi qismimiz demak mana asosiy qismimiz LCD displeyni ulab bo'ldik. Ana endi bu joyda modulimizni bog'laymiz, vaqt modulimizni. Vaqt modulimizga ham ikkita oq va qora rangli simimizdan demak mana bu joyda ground qora rangli, VSS ni oq rangli masalan. Qolganlarini esa demak bog'lab chiqamiz. Bog'ladik. Demak umumiy bu joyda e'tibor bering. Bu umumiy kuchlanishi 2 voltdan 5 voltga, 5,5 voltgacha ishlaydi. Shuning uchun biz Arduino ga ham, Raspberry Pi Pico ga ham ishlatishimiz mumkin. Faqatgina Pico'mizga 3 voltga ishlatishimiz kerak, sababi GPIO pinlarimiz 3 voltga bog'langan. Shuning uchun mana bu joyda demak 3 voltga bog'lashimiz kerak. Xo'p, mana demak hozir konverterimizga umumiy ground bilan nimani bog'lab beramiz. Undan keyin sekin vaqt modulini ham bog'laymiz. Demak moduldagi groundni demak umumiy bitta groundga va demak HV degan joyni, ya'ni yuqori kuchlanishni 5 voltning chiqadigan demak tomoniga bog'laymiz. Ikkinchisi esa yonidan yana bitta ground olamiz va genada degan joyga bog'laymiz. Pastki genadaga 3 voltni mana bu joyda 3 voltni HV emas LV 3 voltni LV ning demak 3 voltga GPIO piniga bog'laymiz. Demak Pico'ning 1 2 3 4 5-pinimiz bu 3 volt bo'ladi.
demak umumiy bog'landi. Bu yerda 5 voltni beramiz. Demak 5 voltimiz Webos'dan olamiz. 5 volt beramiz. Umumiy bitta ground. Umumiy bitta ground demak beramiz. Mana bu joyda endi vaqt modulini bog'laymiz. Vaqt modulini demak bitta groundga genetiga, ikkinchisi oq qismini esa 3 volt tomoni demak ga bog'lashimiz mumkin. Mana 3 voltga. Ana endi bu yerda 3 ta simimiz qoldi. Demak bu yerda 3 ta simimiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, demak click data resets. Clock bu yerda soat, data ma'lumot, date bo'ladi. Rest yuklash bo'ladi. Demak uchala demak ma'nosi shuningdek qisqartmasi olingan. Bu joyda e'tibor bering. Rasmdagida demak birinchisi demak clock pini, soat pini GPIO'ning 0-chi, demak Pico'ning GPIO pinining 0-piniga bog'langan, 0-piniga bog'langan. Demak umumiy clockimiz demak sariq rangli ekan, ochiq sariq rangli, ya'ni bog'ladi. Keyingisi datasi bu yerda data bu yerda demak birinchi GPIO birinchi pinga bog'langan. GPIO birinchiga demak apelsin rang, oranjli deymiz, apelsin rangga bog'laymiz. Keyingi qismi esa rest tugmasiga bo'ladigan qayta yuklash uchun demak ikkinchi GPIO pinga bog'laymiz. Jigar rangda rest data bo'ldi. Demak modulimiz ana endi tayyor bo'ldi. Sekin demak qurilmani ishga tushirsak bo'ladi. Hammasi deyarli tayyor bo'ldi. Ana endi bu yerda Pico'ni ishga tushirishimiz kerak. Buning uchun demak kabeldan foydalanamiz. Mana LCD'miz ishladi. Demak bu yaxshi bo'ldi. Demak hech qanaqa demak ulanishimiz noto'g'ri bo'lmadi. Ana endi buni dasturiy qismiga o'tamiz. Endi esa Mio editorni ishga tushirganimizdan so'ng demak kerakli fayllarimizni, demak aynan bizga vaqt moduli uchun fayllarga kirib, demak alohida demak Picolib kutubxonasining ichidagi demak DS1302 kutubxonasini demak faylni demak Pico'ning xotirasiga joylashtiramiz. Menda allaqachon o'rnatilgan, siz ham demak yuklab o'rnatishingiz mumkin. Mana bossangiz demak yuklaydi. Ana yukladi. Ana endi biz demak bu kutubxonadan foydalanib vaqt modulini ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz demak yangi fayl ochamiz. Bu joydan demak umumiy chaqira olamiz faylning ichidagi kerakli obyektlarni. Demak from deymiz. Kichkina harf bilan ds demak 1302 faylimizning ichidan import qilamiz. Demak katta harflar bilan ds 1302 faylini nima obyektini chaqiramiz. From deymiz. Keyingisi bu demak obyektni ishlatish uchun mashina pinidan, demak mashina modulidan, MicroPython ichidagi mashina modulidan demak import qilamiz, pinni ishlatamiz. Pin degan klassni obyektni chiqaramiz va ishlatamiz. Xo'p. Keyingi qismimiz esa bunda demak LCD displayimizni ishlatishimiz uchun Pico Zero'ning ichidan demak LCD displayni chiqaramiz. From deymiz. Pico va Pico Zero'ning ichidan import qilamiz. Demak I2CL katta harf bilan CD demak obyektni chaqiramiz. Pastga tushiramiz. Demak qanchadir vaqtlar ishlatishimiz uchun MicroPythonning time ichidagi sleep demak obyektni chaqira olamiz. Demak from deymiz. Time import demak sleep. Mana. Xo'p, kerakli kutubxonalarni, obyektlarni chaqirib oldik. Ana endi keyingi qismimiz qurilmani ulashimiz. To'g'ri ulangan qurilmalar pinini joylashtirishimiz, modullardan foydalanib, ya'ni obyektlarning ichiga.
Xo'p, birinchi obyektimiz LCD dan boshlaylik. LCD degan bitta nom yaratamiz, teng deymiz. Uni ichiga demak I2CLCD obyektining ichida demak biz e'tibor bergan bo'lsangiz 6 va 7 pinga bog'lagan edik GPIO'ni, demak Pico'ning GPIO pinlariga. Bu Pico'ning demak AX tarmog'ida demak ishlaydigan, protokolda ishlaydigan birinchi indeksda ishlaydigan pinlar hisoblanadi. Ya'ni buni indeks raqami 1 bo'ladi. Keyingisi esa SQL'dagi 7 ga oladik va demak SDA ni esa 6 ga oladik. Keyingisi esa demak vaqt modulining ichidan demak DC uni ichida bitta obyektni chaqiramiz. Bitta nom ostida ishlataylik. Masalan, qisqaroq vaqt deb qo'yishingiz mumkin, time deb qo'yishingiz mumkin, o'zingizga qulayroq. Masalan, qisqachasi DC deb qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, deymiz DC. Demak, bu yerda modulda demak obyektni chaqiramiz. Demak DS 1302 obyekti va ichidan demak qaysi pinlarga ulanganini kiritishimiz kerak. Demak, bu mashina pinidan, demak mashina ichidagi pindan foydalanamiz. Pin deymiz, qavs ichidan ishlatadi. Demak, qaysiga uladik? Birinchisi bu clock. Ya'ni clock bu soatni ulangani, bizga soat ulaganimiz demak soat clock ulagan 0-pinga, GPIO'ning 0-pinini yozamiz. Keyingisi esa bu yerda data ma'lumotimiz esa 1-pinga ulangan. Pin 1 ga ulangan. Keyingi pinimiz esa restimiz u 2-ga bog'langan. Demak pin demak restimiz 2 ga bog'langan. Mana. Demak pinlarni ham to'g'ri moslab, ya'ni sozlab oldik. Keyingisi ana endi ishga tushirib, demak ishlaydi yo ishlamaydigani qanday tekshirib olishimiz mumkin. Buning uchun bitta DS deymiz va ichidan shunaqa demak funksiyani chaqiramiz. Date time degan, masalan date time funksiyasining ichidan demak funksiyani ichida demak shunaqa ma'lumot borki, bizdagi ma'lumotlar kiritish imkoniyati bor. Ya'ni yil, soat, kun, vaqt, soniya va hokazo bo'lgan sonlar, hafta kunlari yo kunlarni kiritishimiz mumkin. Uni alohida kiritsak, demak alohida bitta ro'yxat bo'ladi. Demak kunimiz alohida, soatimiz, yilimiz, oyimiz, soniyamiz. Demak biz bitta demak bu funksiya ichidan ro'yxatni shakllantiramiz. Ro'yxat uchun demak to'rtburchak qavsdan foydalanamiz. Demak birinchi nimani kiritamiz? Birinchi odatda demak biz yildan boshlaymiz. 2026-yil hozirgi yilimiz. Hozirgi vaqtdan boshlaylik. Keyingisi esa masalan oyimiz. Oy nechinchi? Hozir aprel oyi, demak 4-oy. Kunimiz hozir 9-kun, demak 9. Xo'p, soatga qaraydigan bo'lsak, demak soatimiz 3 bo'ldi. Demak bu abitdan keyin 3. Demak 15 deymiz. Demak vaqtimiz birinchi hafta kunlarini qo'yaylik vaqtdan oldin. Haftamiz bugun payshanba. Demak payshanba 4-kun, haftaning 4-kuni. Virgul soatimiz 15 virgul keyin 28 daqiqa o'tibdi. 28 masalan. Demak soniyalarni olsa biz soniya endi bilmayman qanchaligini, taxminan 0 qo'yaylik. Mana endi bo'ldi. Demak ro'yxat yopamiz, shakllantirib, demak qavs yopamiz. Mana bu joyda ana endi mana shu nimani hozirgi vaqtni demak biz birinchi terminalga chiqarib ko'raylik, terminalga chiqarsin. Keyin esa bu joyda LCD ga chiqarib ko'ramiz. Print deymiz. Print mana dc nuqta date time. Mana qavsni bossak, buni ishga tushirsin. Boshlashni bosamiz. Mana demak 2026-yilda demak mana bu kiritayotganda nimamizda demak kiritgan raqamimizni chiqardi mana soniyalarda. Soniyasigacha demak hammasini chiqardi. Terminalda chiqardi faqat, bizda esa LCD displeyda chiqardi. Demak terminalda chiqarish uchun demak printdan foydalangan edik. LCD displeydan chiqarishimiz uchun esa biroz kamroq desak ham bo'ladi. Kod yozishimiz kerak. Ya'ni to'xtatamiz. Kod yozishni boshlaymiz. Demak nima deb yozamiz, nima qanday ishlaydi? E'tibor bergan bo'lsangiz, biz hafta kunlarimiz, oylarimizni masalan boshqacha, soatimizni boshqacha hisoblaymiz. Soatlarni elektron variantda.
masalan hafta kunlar orasidagi vaqtni qo'shilib ketmasligi uchun drop deymiz, mana teshik chiziqcha bilan orasiga qo'yib, demak alohida ajratamiz. Soat, soniyalar, daqiqalarni esa ikki nuqta orqali ajratamiz. Bizda ham LCD displeyimizda xuddi shunaqa amaliyot bajarishimiz kerak. Va keyingi qismi hozir kiritgan vaqtlarimiz, mana hozir kiritgan vaqtlarimiz alohida endi bu umumiy qilib bitta ro'yxat qilgan bo'lsak, shu ro'yxatni alohida nomlaylik. Masalan, yil, oy, kun, hafta, soat, minut, daqiqa, soniya deb kiritaylik. Buni qilaylik. Va keyin qiladigan ishlarimiz yana ya'ni doim e'tibor bergan bo'lsangiz, daqiqa, soniya, kunlarni oldida 0 bilan boshlanadi. 01, 02, 03, 04 deb boshlanadi. Lekin bizda odatda bu faqat integer, ya'ni integral, faqat o'zi sonladi o'zi. Demak, oldiga 0 qo'yishimiz kerak. Demak, keyin oxirgi qismi qanchadir soniya davomida doimiy ishlab turish kerak. Bir soniya har doim soniyalarda o'zgarib, soniyalarimiz yangilanib turishi kerak. Mana shuncha degan muammoni kichkinagina dastur bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, kichkinagina dasturimizni tuzishni boshlaymiz. Kichkina dasturimizga ko'proq vaqt ajratamiz. Xo'p, while birinchi, demak, davomiy bajarish uchun while true dan foydalanamiz. Nuqta. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu, demak, biz kiritgan hozirgi real time vaqtimizni nomlaymiz. Nomlasak yil, oy, juda ko'p vaqt ketishi mumkin. Shuning uchun masalan inglizcha nomni hozir urfga kirganim, inglizcha nomlarini katta harflarni kiritib, bu yerda soniyalarni yozib qo'ysak bo'ladi. Soniya va kunlarni esa kichik harflar bilan kiritamiz. Oy, haftalarni katta harflar bilan, bularni kichik harflar bilan bitta o'zgarish nomi asosida qo'yib qo'yamiz. Ya'ni qavs ichiga birinchisi yil, year, keyingisi oy, month deyiladi, katta harf M harfi bilan boshlanadi. Keyingisi hafta kunlari bo'ladimi? Ya kunlar. Kunlar bo'lsa day yoki hafta kunlari kiritishimiz mumkin. Birinchi hafta kunlarini kiritib, tartibimiz bo'yicha, demak, mana bu hafta kunini qo'yaylik, tartib bilan kelsin. Masalan 9. Birinchi oy, yil, hafta, oy, keyin hafta, keyin kun bo'lsin. Mana endi shu tartib bilan bajaradigan bo'lsak, demak bu joyda yil, oy bo'ldi, hafta days bo'ladi. Demak, day. Keyin yana bitta day deb yozsak, demak ikkita day qaysini biz ayta olmaymiz. Shuning uchun buni kun o'zi day so'zi juda qisqasi, mana day deb yozib qo'yamiz. Keyingisi esa soat. Horse, ya'ni hour deb yozsak ham bo'ladi. Asosan hour deb belgilaymiz. Keyingisi esa minut, masalan m deb yozamiz. Keyingisi sekund, s deb yozamiz. Va hokazo. Demak, shuni ichidagi qiymatlar mana bunga sozlansin. Ya'ni bu nima edi? Ds data time ichida sozlangan bo'lsin avtomatik. Ya'ni ds nuqta date time ning ichidagi ma'lumotga. Demak, o'zini har birini, demak, alohida shunga sozlaydi. Keyingi qismimiz esa endi buni alohida ajratib olib, har birini alohida, demak, oldiga nollar qo'yib chiqishimiz kerak. Qaysilarini oldiga 0, qaysini oldiga 0 qo'ymaymiz. Demak, soniyalardan boshlaylik. Soniyalardan boshlaylik. Xo'p, soniyani oldidan 0 qo'yib boshlaylik. Hozir e'tibor bersak 0 qo'ydik, ikkita 0, lekin baribir bitta 0 chiqdi. Farq yonidan bitta 0 qo'shishimiz uchun albatta bir kichikgina ish qilishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bir oldidagi 0lar qachon o'zgaradi? 10 dan keyin, ya'ni 10 sonidan keyin o'sha bir o'zgarish kerak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 09 dan keyin 10 bo'lganda 0 o'zgarib 1 ga kiradi. Demak, agar soniyamiz masalan 10 dan kichik bo'lsa, oldida 0 qo'ysin. 10 dan 0 bo'lmasa, demak, o'zini haqiqiy sonini ko'rsatsin deb kiritamiz. Buning uchun nima qilamiz? Agar deymiz if masalan soniyamiz eng kichkinasi soniya edi. Soniyamiz kichik bo'lsa 10 dan. Mana kichik bo'lsa 10 dan. Mana 10 bo'lsa deymiz, pastkichisi nima qilsin? Xuddi o'zi o'sha s ning ichiga, demak, bizga nima qilsin? S ning ichiga teng bo'lsin, sozlasin. LCD displeyimizda bitta nimasi bor? Integer raqam, demak, raqamli haqiqiy butun sonlarni o'qimaydi, faqat demak nimalarni o'qiydi? strni o'qiydi, ya'ni matnlarni o'qiydi. Shuning uchun matn ko'rinishida yozishimiz kerak.
Shuning uchun birato'la shu ishni ham matn ko'rinishida yozib ketamiz. Ya'ni qo'sh tirnoqni ichiga 0 ni qo'shsin. Qo'shish amali Pythonda plusni bossangiz ikkita matnga qo'shadi. So'zni so'zga emas. Nimani? Integral, butun songa qo'shmaydi. Ya'ni 0 ga oldiga 0 qo'shib qo'yadi. Qo'shsin nimani qo'shsin? Hozirgi s ning haqiqiy string holatini qo'shsin. Ya'ni hozirgi haqiqiy holati bu integral holat, butun sonda turadi, lekin buni ham strga ikkita strni qo'shsin. Demak, str deymiz, string holatidan haqiqiy s ni qo'shsin. Mana. Demak, to 10 tagacha borguncha qo'shadi buni. 10 taga bormasa, haqiqiy sonni o'zini ko'rsatadi. Qolganlarni ham xuddi shunday, daqiqalar ham, demak, minut ham xuddi shunday tartibda bo'ladi. Masalan, ketma-ket nusxalab olaylik. Faqat raqamlarni o'zgartiramiz. Mana. Endi bu yerda nima o'zgaradi? Minut o'zgaradi. Demak, endi ham xuddi shunday qilishimiz kerak. Minut ham xuddi oldingi harfi bilan bo'ladi. Mana, demak, minut. Keyingisi bu joyda keyin qaysi bo'ladi? Day bo'ladimi? Ha, soat. Bu yerda demak, har, demak, soat bo'ladi. Demak, hours. Demak, hour. Keyingisi bu ham demak hour. Keyingi qismimiz mana. Keyingi qismimiz masalan nima edi? Hafta kunlarimiz o'zi aslida 9-10. Hafta kunlarimizni ham kiritsak bo'ladi. Yoki den. Hop, hafta kunlarimiz. Bu yerda nima edi? Day bo'ldi. Day demizda, demak, day kiritamiz. Demak, day. Hop, demak, bu yerda digest. Buncha digest qo'yish kerak edi. Day, hop. Demak, s bu yerda demak, day. Mana. Keyingi qismimiz hafta kunlari kerak emas menimcha. Hafta kunlari bizga shart emas. Agar kerak bo'lsa buni ehtiyoj yo'q deb o'ylayman. Hafta kunlar qo'shmasak ham bo'ladi. Biz odatda hafta kunlari haqiqiy vaqtda qo'shilmaydi, adashib ketish mumkin. Faqat kunlar qo'shib, kun, oy, sana, yil. Demak, hafta kunini bizga kerak emas hozircha. Bu nimaga kiritmay qo'ya qolamiz. Shuning uchun bu yerda demak keyingisini month deymiz. Demak, month. Demak, katta harf bilan m, katta harf bilan m bo'lishi mumkin. Yilimizni kiritish shartmi? Yilimizni kiritishimiz shartmi? Yil o'zi yil ham boshlanadimi? Mabodo kiritib qo'ysak ham bo'ladi, zarar qilmasa kerak. Demak, yilni ham kiritib qo'yaylik masalan. Yilni. Buning uchun y deymiz. Oxirigacha bajarib ko'raylik. Mayli, bu oxiri juda bo'lmasa, keyingisi demak qismdan boshlaymiz. Demak, bu yerda agar hafta kunlarini kiritmoqchi bo'lsangiz, demak oxirida hafta kunlarini demak ishlatmasak ham kiritib qo'yaylik, mayli. Dni masalan. Bu yerda ishlatish kerak bo'lsa, bu yerdan oxirida demak chiqarish davrida o'chirib qo'yamiz. Xo'p, umumiy chiqaradigan bu vazifani bajaradigan demak oldiga 0 qo'shadigan har birini unda oldini qo'shadi. Lekin faqat hafta kunlarida 7 ta bo'ladi, unutmaylik. 7 ta bo'ladi. 7 ta qilib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p. Keyingisi bu yerda keyingi qismi. Demak, keyingi qismimiz LCD displayni ishlatishimiz. Birinchi qismimizga nimani yozsin? Ikkinchi qismimizga nimani yozsin? Demak, birinchi qismimizda bu joyda birinchida demak drop chiziqcha bilan alohida ko'rsatadigan kunlarni ko'rsatsin. Pastki chiziqda esa soniyalarni ko'rsatsin. Nuqtali ikki nuqta orasida. Demak, alohida qatorlarga qo'yib chiqamiz. Buning uchun demak LCD deymiz birinchi qatorga. LCD mana nuqta,
joylashuv move to bo'ladi va pastdan demak qaysi koordinat 0 bilan 0 joy bosh birinchi nuqtasi. Nima deb yozsin? LCD ni yozsin. Demak ichida put string mana nima deb yozamiz? Birinchi nimani qo'yamiz? Kunnimi, sananimi, yilni? Masalan, birinchi kunni kiritaylik. Kunni kiritmoqchimiz. Xohlagan, demak bu yerda funksiyalar ishlaydi, shartlar ishlaydi. Faqat ixtiyoriy o'zimizni demak qaysi nimani bajarish kerak. Xo'p, birinchi kundan boshlaylik. Kunimiz bu yerda day edi. Day'da kiritishimiz mumkin. Lekin e'tibor beradigan joyimiz bu joyda faqatgina 0 string soniga ishlayapti. Faqatgina 10 dan kichik sonlargagina ishlaydi. Chunki biz 10 dan kichik bo'lsa deb qo'ydik. Agar mabodo 12 bo'lsa-chi, 12 bo'lsa butun son bo'ladi. Put string, ya'ni else'da butun sonlarni ish o'qimaydi. Shuning uchun butun son o'qishim uchun buni ham agar mabodo bu sonlar bo'lmay qolsa, umumiy hamma sonni string qilsin. String qilsin. Masalan, day. Kunimiz shunday bo'ladi, day. Keyingi qismi. Dayni nima bo'lsin? Demak, qo'shsin oldiga, demak, qo'shish bu ikkita mana mantiqda qo'shish, ikkita matnni qo'shish. Qo'shsin nimani? Drop chiziqchasi bor. Bizda qiyshiq chiziqcha mana bu. Drop chiziqchani qo'yamiz. Mana. Yana buni qo'shsin. String endi kunni qo'shsin. Kundan keyin oyni qo'shsin. Hafta, masalan, hafta qo'shmoqchi bo'lsa ixtiyoriy. Bizda odatda hafta qo'shilmaydi. Shuning uchun mayli hafta qo'shmaymiz. Agar kerak bo'lsa bemalol mana 7 dayni foydalanib haftani ham qo'shib olishingiz mumkin. Demak, bu joyda month demak oy plus endi nimani qo'shamiz? Yana orasida bitta drop chiziqcha bo'ladi. Demak, yana plus va string endi oxirgisi yil, year. Yil bo'ladi. Demak, oxirgi demak qovusni yopamiz. Birinchi ma'lumot sana qo'shdi. Ikkinchisi esa ikkinchi LCD displayning tagi qismiga LCD deymiz. Nuqta. Demak, movito deymiz. Ikkinchi qatoriga joylashsin. Ikkinchi qatorimiz 0-chi demak indeksdagi, keyingisi 1 bo'lsin. Pastdagi qatorimiz. Keyingisi LCD deymiz. Nuqta. Bu yerda put string qilamiz va endi nima deb yozamiz? Soatlarni qo'shamiz. Endi bu yerda ham soatlarimiz mabodo demak butun sonlar bo'lib qolsa, demak agar undan kichik sonlardan tashqari undan katta sonlar butun sonlar bo'lib qoladigan bo'lsa, demak buni umumiy string qilamiz. Str deymiz. Mana birinchi qaysi sonni kiritamiz? Masalan, soatdan boshlaymiz birinchi biz. Demak, hr soatdan boshlaymiz. Plus bu yerda 2 nuqta mavjud. Soatlar orasida 2 nuqta qo'yiladi. Va plus bosamiz. Xo'p, keyingisi bu joyda demak yana string deymiz. String ko'rinishda bo'lsin. Keyingi ma'lumotimiz daqiqa, ya'ni minut, m harfi. Yani plus. Yana demak bu yerda 2 nuqta qo'yiladi va yana plus. String str oxirgisi bu soniya bo'ladi. Mana keyin qovusni yopamiz. Buni qancha soniyada yangilasin? Har necha soniyada soniyamiz o'zgaradi. Albatta soniyamiz har soniyada o'zgaradi. Ya'ni slip 1 soniya bo'ladi. Slip 1 soniya. Xo'p, demak buni sekin ishlatib ko'ramiz. Boshlashni bosamiz. Mana LCD displeyimiz ishlay tushdi. 15 u 28. Biz afsuski dasturimizni boshlaganimiz 15-28 emas edi. Hozir endi ancha vaqt o'tib ketdi. Demak, 15-28 dan vaqtimiz ko'rsata boshladi. 01. Xo'p. Endi e'tibor bering. Mana bu joyda. Hozir o'chganimizdan yana qaytib boshlasak, yana o'sha eski holatidan boshladi. Nima uchun desangiz, demak, doim boshlaganda mana buni birinchi sozlab, keyin boshlaydi. Yana boshlash uchun yana shuni sozlaydi. Yana boshlasa, yana qaytib o'shani boshlab kelaveradi. Uni doim shunaqa bo'ladi. Buni endi o'chirganimda ham mustaqil davom etib ketsin deydigan bo'lsangiz, bir martagina boshlashni bosganingizdan so'ng bu yuklandi. Endi
to'xtatasiz va buni aynan dc degan joyini izohga qoldiring yoki kommentariyaga qoldiring. Kommentariya izoh deymiz. Izohga qoldiring. O'chirish agar kerak bo'lmasa, mana bu joyda izohga qoldiring. Izohga qoldiramiz. Ya'ni o'chirib qo'yishingiz ham mumkin, lekin yana esingizdan chiqarib qo'yishimiz loyihada, shuning uchun kommentariyaga qoldirib qo'yasiz. Yana boshlashni bossangiz, hozir 28 bo'lib turibdi. Endi ancha vaqt o'tdi. 59 sira o'tadi, davom etib ketyapti. Endi bu to'xtamaydi. Endi bu o'chirib qo'ysangiz ham yana qayta yuklab boshlab, yana xuddi shunday boshlashni bossangiz, u avtomatik davom etib ketaveradi. Bu asosiy xususiyati xuddi shundan iborat. Faqat buni yozishda kommentariyadan qo'yib qo'yish kerak. Birinchi martada albatta sozlab qo'yish kerak. Qolgan loyihamiz hammasi demak bir xil joylashadi. Demak, loyihamiz ishladi, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu ham bir qiziqarli loyihalardan biri hisoblanadi. Agar sizga ham qanaqadir vaqt tayimida yoki qanaqadir loyihalar juda real taymlarda ishlaydigan loyihalarda juda asqotadi, bemalol demak bu DS1302 moduldan foydalanib, o'zingizga kerakli bo'lgan vaqtni sozlaydigan modul, avtomatlashtirilgan modullardan foydalanib yozishingiz yoki kod yozishingiz yoki robototexnika jihozlaridan foydalanib loyihangizni amaliyotda bajarishingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizga ushbu darsimiz qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling. Kommentariyada yozishni unutmang. Albatta, keyingi darslarda sizga qiziqarli loyihani olib borishga harakat qilamiz. Xayr, sog' bo'ling. Rahmat.